avjiga chiqmoq. Hozir xizmat topmoq bek taskin. Undaqda nima ish qilishni o'ylayapsan? O'ylab qo'ydim, bir choyxona ochaymikin deyman. Choyxonamning ismini avjiga chiqmoq deb qo'yaman. Kishilar bu ismni ko'rsa, choyxonamga kirmay qo'ymaydi, cho'qim kiradi. Ay, to'xtag'ina. Sen eng yaxshisi bo'ldi qil. Avjiga chiqmoq degan bu bir idiom tursa, sen uni choyxonaning ismi qilib olsang, qandoq bo'ladi? Hay, eng yaxshisi, yana sana bu hikoyani so'zlab berayjimi? Aminiya davrining keyingi mezgillarida Wu bayligi barg'an seri ro'noq tepib kuchayishga boshlabdi. Wu bayligining xoni Fuchay o'ttir tuzlanlikni egallamoqchi bo'lib, Vey bayligiga qo'shin boshlab berib, butun baylar bilan ko'rishga kelishibdi. Ko'pchilikning bugungidek bir yerga jam bo'lmoqimiz haqiqatan oson emas. O'z gapimizga kelsak, bugun sizlarni bu yerga chaqirtishimda maslahatlashadigan bir ish bor edi. Amaliyotda men xeli yomon emas. Amaliy va yoshirin kuchimmi nihoyat zo'r. Shunga men sizlarning podshoyinglar bo'lib, o'ttir tuzlanlikka hukmronlik qilsam, sizlar qandoq? Ha? Boshqa fikri borlar, qo'l ko'taringlar. Amisa shundoq bekitdik. Mundoq bo'lsin. Ko'pchilik bu yerda 2 kun turib ketinglar. Ata parad o'tkaziladi. Esil nomerlardan huzurlaninglar. Vah, nima degan ayvatlik? Qaraganda ular oqshomni sap tuzib bo'lgan o'xshaydi. Chas sap bo'lib tizilishimi shundoq ratlikka. Olg'a! O'ttirdagi sarkarlarning hammasi oq ranglik dubulg'i kiyib, qo'llariga oq ranglik bayroq ilib olgan bo'lib, xuddi oq ranglik gullarga o'xshaydi. Sol tarafdagi sarkarlarning hammasi qizil ranglik dubulg'i kiygan bo'lib, lovuldab kuyayotgan o'tdek ko'rinadi. O'ng tarafdagi sarkarlar bo'lsa qora ranglik dubulg'i kiygan bo'lib, bir parcha qora bulutga o'xshaydi. Olg'a! Olg'a! Alileri yaşlaylar. Avjiga chiqmoq degan bu hikoya lovuldab kuyayotgan o'tdek qizil, oq gullarga o'xshash, oppoq degandek o'qitishlar orqali askarlarning ruhiy qiyofatining to'limi qizg'in va jiddiyligini ifodalab berishda ishlatilgan bo'lib, ularning to'lib toshgan qizg'in kayfiyatini va ko'tarangi ruhiy holatini ko'rsatadi. Xuddi hozirqidek. Qani tasavvur qilib beqinglar.